135-sonli Prezident qarorini amalda tatbiq etish maqsadida Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti turizm ishchi guruhi talaba va professorlari Surxondaryo viloyati Boysun tumani 3-sonli texnikumda. Uchrashuv davomida universitet hamda texnikum o'rtasida o'quv ishlari bo'yicha hamkorlikni yo'lga qo'yish, nazariy bilimlarni amaliy mashg'ulotlar bilan uyg'unlashtirish maqsadida ushbu texnikumda Toshkent davlat sharqshunoslik universitetining turizm kafedrasi filiali tashkil etildi. Harakat qilmoqchi. Xursandman. Mana bugun biz kursdoshlarimiz bilan birgalikda Boysun tuman 3-son texnikumida Toshkent davlat sharqshunoslik universitetidan kelgan o'quvchilar hamda ustozlar bilan birgalikda bo'lib o'tgan uchrashuvda ishtirok etdik. Bunda tushuntirish ishlari olib borildi, yangi imkoniyatlar bilan tanishtirildi va Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti turizm kafedrasi filiali bizning Boysun tuman 3-son texnikumida ochildi. Shuning bilan turizm ishchi guruhining Boysun tumani 3-sonli texnikumga bo'lgan tashrifi o'z nihoyasiga yetdi. Ikrom Xo'ja Sadillayev, Omina Ismoilova so'z matbuot xizmati uchun Boysun tumanidan maxsus.